Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Jilonning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Ediqut yulduzi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Qachongacha mushundaq bo'zak bo'lib yuraymiz? Ediqut Xaqon qo'shin tortib chiqsa bo'lmamdi. Bu Tangut degan nijislarning adabini bersak bo'lmamdi. Mening savollarimga javob bermadingizmi, Tatatonga baxshi? Bizga ustoz bo'lib, yoziq o'rgatishga qo'shildingizmi? Butun xalq Sakyamoni yo'lida minib, Budda ta'limotlarini o'rgansin. Chingizxon degan paskini Mong'olni tilga ilib meni qo'rqitmoqchi bo'lishyapsan texi. Ay, ko'k tangri, qor yerga buyruq bergin. Dushmanlarimizni nasib etsin. Ay, qudratli egimiz ko'k tangri. Men o'zim qo'shin tortib berib, ularni uchuqtirib o'tay. Bo'ldi, qo'g'limaqlar. O'g'il bola ekan. Bundaq bir azimat dunyodan yo'qolsa, odamning ko'ngli yerim bo'ladi. Xonota, o'rganishga meni avating, dedi Juchi. Men boray xonota, dedi Chag'atay. Mening qo'shinim tayyor, men boray xonota, dedi O'gatay. Men turgan yerda okilarimni avar qilmayli, men boray, dedi To'li. Jim bo'linglar, buyruqimni anglanglar. O'rganishni bo'ysundirishga Juchi bilan Chag'atay bor edi. Xonota, sizning otgan o'qingiz bo'lib, jangga uchib kiraman, dedi Juchi. Xonota, sizning o'g'i salgan shunqaringiz bo'lib, Jaloliddinni qamoqlab tutaman, dedi Chag'atay. Ikkinglar 20 ming kishilik qo'shinni boshlab, otlaninglar. Shaharni ilib, Jaloliddinni tutinglar. Men mush yerda sizlarning g'albi xabaringlarni kutaman. Shunda qilib, cho'ng xonzoda Juchi bilan ikkinchi xonzoda Chag'ataymo qo'shin tortib yurib ketdi. Chingizxon Samarqand bilan Nasaf shahrining orliqidagi yayloqqa bargoh qurib, ishga yo'linish bo'yicha otlantirilgan qo'shinlarning xabarini kutdi. Har ikki tarafdan choparmanlar kelib turdi. Jaba bilan Subutayning choparmanlari akilgan putuklarda ularning Xorazm qo'shinlari bilan bir necha qitim to'qinishganligi va davomli ilgirlab ketayotganligi yezilgan edi. Juchi bilan Chag'atayning putuklarida bo'lsa, Mo'ng'ul qo'shini O'rganch shahrini muhosiraga olganligi bayon qilindi. Holbuki, keyingi ishlar garchi yanada Mo'ng'ullarning ustunligi bilan davomlashgan bo'lsa-mu, Chingizxonning talab qilganidek bo'lmay o'tadi. Xorazm shahrini qo'g'lab ketgan Jaba bilan Subutay to'xtamay g'albalik ilgirlab Xorazm qo'shinlarini kayni-kaynidan mag'lub qildi. Lekin Sultan Muhammad Xorazm shahrini tutolmadi. Xorazm qo'shini butunlay tarmor bo'lib chechilib ketdi. Lekin Xorazm shoh xuddi arvohdek iz-deraksiz g'oyib bo'ldi. Mo'ng'ullar jasadlarni olib qo'ymay tekshirib chiqdi. Ishg'ol qilingan yez-kentlarni oqtirdi. Xorazm shohning tirikimi, o'likimu tepilmadi. Bu salli o'raydigan sartavul nagimi ketgandi? deydi Jabanoyan titit bo'lib. Uni topmoqchi qaytishga bo'lmaydi. Chingizxon, uni tutmoqchi ko'zimga ko'ringuchi bo'lmanglar degan emasmi? deydi Subutay Botur. Shuning bilan ular Xorazmning bo'linib, chechilib ketgan qo'shinlarni qo'g'lab, Kaspiy dengizining bo'ylarigacha bordi. U yerlardami izlab, oqtirib, yana Xorazm shohning izdirkini ola olmadi. Jaba bilan Subutay haqiqatan jiddiylashdi. Uni topmay Chingizxonning oldiga qandoq boramiz? deyishadi ular. Buyuk Xaqon mushu ikkisiga ishinib Xorazm shohni tutishdek muhim vazifani ularga topshirgan tursa, endi bu vazifaning hudisidan chiqolmay quruq qo'l qaytish o'lim bilan tang emasmi? Jabanoyanmi? Subutay Boturmu hozirga qadar o'zlariga topshirilgan vazifani o'rinday olmay jangdan natijasiz qaytib boqqan emas. Ular hargiz yarim yo'lda to'xtaydigan odamlar emas edi.
Şuna, ular Xorazm shahrini qo'lga tushirmaguncha to'xtamaymiz deb Kaspiy dengiz sohilini bo'ylab shimol tarafga burildi. Va borgan sari rus kinaslarining ziminlariga yaqinlashqali turdi. Juchi va Chag'atay xonzodalarning ishlari toza ko'ngildagidek bo'lmay yotadi. Ular Xorazm elining ostonasi Urganch shahrini muhosirga elib, qayta hujum qilgan bo'lsa-mu, qattiq qarshilikqa uchrab, jang vaziyatida bosish hosil qila olmadi. Urganch aholisi Xonzoda Jaloliddinning qo'mondonligida qahramonlarcha urushmoqda edi. Ular har kuni 2-3 qitim shahar sirtiga otlanib chiqib, Mo'ng'ullar bilan dalada jang qiladi. Qasriqsimon Po'lat Savut va parqiriq tushdu bulg'i kiygan Jaloliddin o'zining ajoyib chiroyli g'oz bo'yin oq bo'z etig'i minib, kun nurida chaqnab turadigan agri qilichini o'ynatib, bahodirlarcha qiyofati bilan saf oldida jangga kiradi. Talay janglarni beshidan o'tkazgan Mo'ng'ul sarkardilar o'z raqiblarining bundoq jon piydolik bilan urushqanligini texi ko'rib boqmagan edi. U Sartavullaning haqiqiy botir ekan. Deydi ular Jaloliddinning jang qaynamlariga bosib kirib qilich chepishlariga qarab. Urganch urushi uzoqqa so'zilib ketdi. Har ikki tarafdan chiqim ko'p bo'ldi. Mo'ng'ullarning son-sanoqsiz hujumlari tuzukroq natija bermadi. Paloqmonlardan etilgan toshlar mazmut sepillarga zahmat yetkazilmadi. Juchi bilan Chag'atay asabiylashib, janglardagi o'ng'sizliklarda bir-birini ayblashga boshladi. Ular o'zaro takalishib, bir-birining gapiga kirmay, o'z oldiga ayrim ish ko'rgili turdi. Natijada jang ishlari texmi aplashmay ketdi. Xotirjamsizlangan sarkardilar bu haqda ma'lumot yezib, choparmanlardan Chingizxonga yo'lladi. Chingizxon Akuvka xonzodalarning ittifoqsizligidan xabar tepib, 3-o'g'li O'gatayni yeniga chaqirdi. Akalaring chiqish olmay qopti. Ular ikkisi burunmi shundoq pat-patni tagishib qoladi. Bu qitim ularni o'rtaq jang qilib, jafoliq kunlarda chiqishib ketarmikin deb o'ylagan edim. Biroq ular yana jidallashib, ishni buzg'ili turibdi. Sen darhol 10 ming askarni boshlab u yerga bor. Ularni atlashtirib, kuchni markazlashtirib, shaharni tezroq ilishni amalni qilinglar. Chingizxon bu 3-xonzodani taxt varisligiga talab, haqiqatan mudonalik qilgan edi. Bu tanlashning to'g'ri bo'lganligi yana bir qitim isbotlandi. O'gatay ikki oksi bilan suhbatlashib, ziddiyatni chiroyliqcha bartaraf qildi va ularni aplashtirib qo'ydi. Chingizxonning qizil tomg'iliq yorliqida qo'shinning umumiy qo'mondonligini O'gatayga o'tkazib berish haqida buyruq tushirilgan edi. Qo'shin qaytadan radga selingandan keyin 3 xonzodaning 30 ming askari O'gatayning qo'mondonligida qaytadan hujum qo'zg'adi. Shunda qilib, atiyozda boshlangan bu urush kuzga kelganda oyoqlashdi. Xorazm shahrining xonzodasi Jaloliddin qo'shin bilan shahardan chekinib chiqib, poyonsiz cho'llarda g'oyib bo'ldi. Mo'ng'ullar shaharga besib kirib, qechishga ulgurmagan aholini qirib tashladi. Büyük Xorazm elining ostonasi o't dengiziga aylandi. Bir uy, birer kapi musoq qolmadi. Osmonga o'rlab chiqqan o't yolqinlari besiqqandan keyin butun shaharda tutab turgan kul va kesak dovullardan boshqa hech narsa ko'rinmadi. Bu Jaloliddin degan jahilni tutolmadik. Xon otimiz topshirgan vazifani o'rinday olmadik. Dedi Juchi bulg'un tomoqini beshidan siqimlab elib, zarda bilan yerga urdi. Uni cho'qim tutish kerak. O'gatay bir oz o'ylab olgandan keyin oldirmay so'zladi. Sartavulla qo'shinning ko'p qismi qirilib tugidi. Jaloliddin oz bir qism qo'shin bilan qochib ketdi. Ularning ot uloqlari yetishmaydi, uzuqtiligi kamchil. Shunga inimiz Shigi Qutuq 10 ming askar bilan darhol uni qo'g'lisin. Biz bu yerda xon otimizning yo'l yo'riqini kutayli. Chingizxonning osrandi o'g'li Shigi Qutuq 10 ming chavandoz bilan Jaloliddinning izini qo'g'lishib yurib ketdi. Qish kirib, tog' dalalar oppoq qorga purkangan kunlarning birida Shigi Qutuq ozg'ini bir qism odamlari bilan muzlig'an, echirqigan va ruhi tushgan holda xon otisining oldiga qaytib keldi. Bu chog'da Chag'atay bilan O'gataylar allaqachon Chingizxonning bargohiga kelib bo'lgan edi. Shigi Qutuq bundoq bechorlarcha holatda xon otisi bilan ko'rishishga petin olmay, aksi O'gatayning kigiz uyiga kirdi.
O'g'atay uni yumshoq ko'rpaga o'ltirg'izib, bir cho'chak issiq sut berdi. Shegi qutuq azoblangan holda qisiq ko'zlariga yosh elib, bo'lib o'tgan voqeani so'zlab berdi. Uning aytishicha, u Jaloliddin degan johil, qo'rqish, o'lim degan so'zlarni bilmaydigan. Devidek kuchlik, qoplondek chaqqan botir ekan. Mo'ng'ullar Jaloliddinni qo'g'lab yurib, bir necha qaytim jang qildi. Bu janglarda Sartavullar Mo'ng'ullarga qayta-qayta qattiq zarba berdi. Oxirgi qaytimliq jangda Shegi qutuqning qo'shini butunlay deguda qirilib ketdi. Qaytib kelgan mushu ozg'ina odam omon qoldi, dedi Shegi qutuq. O'g'atay uningga tasalli berdi. Kerak yo'q, ro'yingni tushirma. Jaloliddin endi qanday qilgan bilanmi bu taraflarga kelinmaydi. Biz endi butun Sartavullar elini bo'ysundirib bo'ldik. Jo'chi, Chag'atay akamlar omonmi? deb so'radi Shegi qutuq. Chag'atay men bilan bu yerga qaytib keldi. Lekin Jo'chi Chag'atay bilan jidallashib, sizlar meni Mo'ng'ulning nasli emas, markitning pushti dedinglar deb yomonlab, nasihatimizga quloq solmay, 20 ming kishi qo'shinni boshlab shimol tarafga yurib ketdi, dedi O'g'atay. U taraflarga ketib nima qilmoqchidir? U shimoldagi qipchoqlarning ziminlarini bo'ysundirib, xon otamizga sovg'a qilaman. O'zimning ko'kbir nasldan bo'lganligimni, sap Mo'ng'ul ekanligimni isbotlayman deydi. Xon otam uning ketishiga sukut qildimi? Xon otam dastlabda bu xabarni anglab, mening ruxsatimni olmay ketibdi deb bak xafa bo'ldi. Keyin yana ochiqdan yinib qoldi. U yerlarga hamon yurish qilishimiz kerak edi. Bo'pti, bu ishni Jo'chi bijirgan bo'lsin dedi. Shegi qutuq parishon holda beshini sangilatib un chiqmadi. O'g'atay Chingizxonning harvi ustidagi oq uyiga kirib, xon otasiga Shegi qutuqning mag'lubiyat xabarini yetkazdi. Bu Xorazm urushi boshlangandan buyangi Mo'ng'ullarning tunji qitimliq ig'ir mag'lubiyati edi. O'g'atay xon otasini qattiq g'azabga keladi deb o'ylagan edi. Lekin undaq bo'lmadi. Chingizxon beshini to'van selib, bir hoza jim o'ltirib ketdi. Ondan beshini ko'tarib mundaq dedi. Shegi qutuq hozirga qadar g'albidan boshqani ko'rib boqmay esangirab qoldi. Endi mag'lubiyatning ta'minini tetib boqsin. Bu uning keyingi ishlari uchun foydali. Milodiya 1221-yili Atiyaz kirishi bilanla Chingizxon kenja o'g'li To'li bilan birlikda asosiy qo'shinni boshlab Jaloliddin Xorazmshohga qarshi otlandi. Jaloliddin bu chaqcha har taraflarga chechilib, pitirab ketgan qo'shinlarning qoldiqlarini va al ichidagi fidoilarni yig'ib 70 ming kishilik qo'shin tashkillab olgan edi. Isit, Shoh otam boshliqli qo'mondonlikni menga o'tkazib bergan bo'lsa, shu 400 ming kishilik zo'r qo'shin bilan bu Chingizxon degan nejisning adibini bergan bo'latdim. Bo'pti, hozirmi yana umid bor. Biroq Shoh otam hozir nerdadir? Uningdan chaparman kelmaganga uzoq bo'lib ketdi. Yer jahon elib, janubdan sap-sap turnalar uchib kelayotgan ko'klam ko'llarining birida Jaloliddinning kang tog'iga tikilgan bargohiga Sulton Muhammad Xorazmshoh bilan ketgan bir to'p odam org'on ochgan holda yetib keldi. Ularni ko'rib, Jaloliddinning yuragi qattiq so'qib ketdi. Sulton otam qani? Sizlar nima uchun qaytib keldinglar? deb so'rdi u. Qaytib kelganlardan biri ko'zlariga yosh elib so'zlab berdi. Biz sulton oliylar bilan ketgandan keyin yo'l bo'yi har qaysi shahar oymoqlardan askar elib, qo'shinimizni to'liqlab mangdiq. Mo'ng'ullar kaynimizdan qolmay izimizga tushib kelaverdi. Ular bilan bir necha qitim keskin jang qildik, biroq ishlarimiz o'ng'i tortmadi. Baxt qushi kojlik qilib sultonimizning beshiga qo'nmadi. Bizning odamlarimizning o'lganlari o'lib, qolganlari har yoqlarga pitirib qochib ketdi. Faqat oz bir qism sodiq muxlislar sultonimizning yenida qoldi. Kaspiy dengizining bo'yiga yetganda sulton oliylarining kesil eg'irlab, ot ustida o'ltira olmay qoldi. Bizlar sultonimizni pinhon joyda davolab saqaytib olish uchun sal yasab, Kaspiy dengizidagi bir orolga chiqdik. Sulton oliylarini shu joyda yotqizib orom oldirdik. Teviblarimiz uni ko'ngil qo'yib davoldi. Biroq Azroil kelib qolgan ekan. Bizning ajrimiz kor qilmadi. Sulton oliylari bizning qo'limizda ko'z yumdi. Ilohim uning yotgan yeri jannati bo'lg'ay. Sulton Muhammad Aloiddin Xorazmshoh oliylarining ruhiga otib Qur'on tilovat qilindi. 70 ming kishilik qo'shin qo'l ko'tarib duo qildi.
Çarlıqçılar Moğollarning yiqilib qolganlik xabarini yetkizdi. Jaloliddin bütün qo'shinni sepki turg'izib, qilichini g'azab bilan qinidan sug'urib oldi. Xorazmning bu eng oxirgi qo'shini tashabbuskorlik bilan Mo'g'ullarning oldiga ot selib bordi. Chingizxonmu o'z qo'shinini jangga tayyor qildi. Hamda egiz do'ngi selingan gilamda bodashqon qurib o'ltirib, bo'lg'usi jangni ko'zitishga hozirlandi. U otlarni bo'lishiga qo'yib berib, cho'qon selib kelayotgan xorazmliklarga qarab, hayronlik va qoyil bo'lganligini ifodalab mundoq dedi. Xorazm urushi boshlangandan buyon dushmanning bundoq o'zligidan bizga qarshi otlanib kelganligini nihoyatda oz ko'rgan edim. Qaraganda bu Jaloliddin degan xonzoda Rasululloh Botir azamat o'xshamamdi. Ikki tarafning saplari to'qinishdi. Har ikki taraf jon jahli bilan qahramonlarcha elishdi. Har ikki tarafdan o'lganlar kayni-kaynidan yiqildi. Egisiz qolgan otlar qo'rqib ketganlikdan qattiq kishnab jang maydonidan badar qochqili turdi. Sartavullo zeminiga qadam qo'ygandan beri bundoq jangni ko'rib boqmagan edim. Avu oqboz ot minib, hammaning oldida to'xtamay qilich urib kelayotgan yosh azamat Jaloliddin degan shu o'xshamamdi. Rost botirkan, haqiqatan azamatkan. Sarkardilarning, bo'libmi xonzodlarning o'zligidan bundoq sap oldida jangga kirishi oz ko'rildigan ahvol. Yana kelib, u birdamning ichidala bizning jangchilarimizdan 5-6sini qilich bilan yiqitdi. Bu jangda har ikki taraf ustunlikka erisholmadi. Har ikki taraf o'z qo'shinlarini chekindirdi. Chingizxon jangchilarni va otlarni orom oldirishga buyurdi. Jaloliddinning qo'shini qandoq tezlikda hujumga o'tgan bo'lsa, yana shundoq chaqmoq tezligida chekinib, ufqda g'oyib bo'ldi. Mo'g'ullar davomli ularning kaynidan qo'g'lab ketaverdi. Jaloliddin qo'shini o'ylamagan yerdan ushtumtut chabdaslik bilan etilib keladi-da, Mo'g'ullarning saplarini qalayma-qallashtirib, terpiran qilib etib, yana tutuq bermasdan qochib ketadi. Shu tariqada yoz kunlari yetib keldi. Chingizxon Jaloliddinni qo'g'lab yurib, Hind daryosi bo'ylariga kelib qoldi. Taqdir belgilaydigan hal qilg'uch jang ana shu yerda bo'lib o'tdi. Mo'g'ullar uzluksiz janglar bilan to'xtamay ilgarilab, daryo bo'yiga qistab keldi. Jaloliddin o'zining xo'rab ozli qolgan qo'shini bilan son jihatda o'zlaridan necha hassa ortiq bo'lgan Mo'g'ullarning saplarini bosib kirib ketdi. Ay ko'k tangri, bundoq johil, bundoq qo'rqmas dushmanni men tag'i ko'rib boqmagan edim. deb xitob qildi Chingizxon, egiz do'ng ustidan jang maydoniga jiddiylashib va havaslanib qarab. Xorazmliklar haqiqatan jon pidolik bilan elishmoqda edi. Nurg'un Mo'g'ullar qilich va nayzlarning ajalik zarbisida jon berib, tomuz issiqida qovjirib ketgan yerlarda to'pig'i melinib yetib qoldi. Shundaqla nurg'un xorazmliklarmu biri yiqilsa ikkinchisi iz besib kelib, jahonni zilzilaga selayotgan qudratli jahongir oldida bir qadam chekinmay Allohu akbar deb un selib, qilich urib, nayza sanjib mardlarcha shahid bo'ldi. Umumiy jang manzarasi ichida Jaloliddin bajoyiki oltin tojdagi guhar ko'zdek alohida ko'zga tashlanib turadi. U go'yoki u ustiga sho'ng'ib tushayotgan burkutdek etini shiddatli choptirib keladi. Xuddi g'azablangan arslondek hurkirab, bor kuchi bilan qilich uradi. Necha Mo'g'ul botirlari uning oldiga kelib ajal topdi. U xuddi bo'randek uchib kelib, Mo'g'ullarning saplarini buzib o'tadi. Mo'g'ullar xorazmliklarni har yondan qo'rshib oldi. Xorazm jangchilarining saplari shalonglab ketdi. Ozli bir turkum odam omon qoldi. Ular Jaloliddinga agishib, qo'rshovni bosib chiqib, Hind daryosi tarafga qochdi. Mo'g'ullar orqadan qo'g'lab kelaverdi. Xorazmliklarning yo'li daryo bilan to'silib qoldi. Jaloliddin etini choptirgan peti daryoga soldi. Uning tirik qolgan ozg'ina askarlarimi uning kaynidan daryoga tushdi. Ularni qo'g'lab kelgan Mo'g'ullar qanday qilishni bilmay buyruq kutib to'xtab qoldi. Chingizxon ko'z oldidagi bu qahramonlik namoyandasiga qarab, egiz do'ng ustida ön chiqmay turadi.
Uning yenida turgan Kenji Xonzoda To'li darhol etiga minishga tamshaldi. Men o'zim qo'shin tortib berib, ularni ujuqtirib bitay, dedi u. Chingizxon qo'l ishorasi bilan uni to'xtatdi. Bo'ldi, qo'g'limanglar. O'g'il bola ekan. Bundaq bir azimat dunyodan yo'qolsa, odamning ko'ngli yerim bo'ladi. Jaloliddinni tutolmay armonda qolgan sarkardalar xonning bu so'zlaridan ko'nglida norozi bo'lsa-mu, eg'iz ocholmay daryodan otlari bilan uzib ketayotganlarning keynidan qarab qilishdi. Xorazmliklar daryoning u qiytig'i uzib o'tdi. Jaloliddin daryoning bu qiytida to'xtab qilishgan mo'ng'ullarga burilib qaradi. Andin u qilichini qinidan sug'urib elib, egiz do'ngda turgan Chingizxonga qartib, g'azab bilan pulanlatib qo'ydi-da, qilichini qayta qiniga silib, etini choptirgan peti daryodan yiroqlashdi. Chingizxon toki Xorazmliklar ko'zdan g'oyib bo'lguncha ularning keynidan zo'qlangan holda qarab turdi. 24-bob Chingizxonning shodligi va qayg'usi. Bu yurishlarning hammasida Ediqutxon o'z qo'shini bilan Chingizxonning yenida bo'ldi. İnsaniyet tarixidagi olamshumul Jahongirning besib o'tgan qonliq yo'llarida Uyg'urlarning izlari qoldi. Shuningdan keyin Uyg'urlar Mo'ng'ullarning harbiy hukmronlik ta'sir doirasida. Mo'ng'ullar bo'lsa, Uyg'urlarning madaniyat ta'sir doirasida o'rtaq rivojlanish yo'liga qadam bosdi. Uyg'ur yeziqini Mo'ng'ullarmi o'z yeziqi sifatida qo'llanishga boshladi. Mo'ng'ul ordusida xizmat qiladigan Uyg'ur baxshilar va sonqullar barg'an seri ko'paydi. Chingizxon Uyg'urlarning bilimlik odamlarini qadrlaydi va ularga ishonadi. Shunga u ishg'ol qilingan har qaysi yurtlarni boshqarishga Uyg'ur amaldorlarini tayinlab qo'yib, o'zi yurishni davomlashtirib ketaveradi. Mo'ng'ul davlatining tarkibiga qo'shib ilingan keng zaminlarda Uyg'ur tili yeziqida ish bajariladigan bo'ldi. Shundaqla Mo'ng'ullarmi tadrijiy holda Uyg'urlardan ilmiy, ma'muriy xizmatlar bilan shug'ullanishni o'rganishga boshladi. Shundaq qilib, Ediqut Uyg'ur qo'shini Chingizxonga agishib, o'z yurtlaridan borgan seri yiroqlab ketaverdi. To'xtamish Ediqutxonning shaxsiy tilmochi va putukchisi bo'lg'achqa jangohlarga kirmay, boshdan oyoq xonning bargohida yurdi. O'rganch shahri elingandan keyin u yana Qoplonbekni izladi. Lekin hech yerdan topolmadi. Qoplonbek Samarqanddan chiqib ketgancha O'rganch yetib kelganmidi? Yoki yo'llarda Mo'ng'ullarga uchrab qazo topganmidi? Turkinoychi u nega ketgandi? Ular qechib qutuldimi yoki bu qirg'inchiliklarda qaynamga tushib qolgan yo'pirmoqdek manguligi g'oyib bo'ldimi? deb o'ylaydi To'xtamish. Toki endi daryosi bo'ylariga yetganga qadar To'xtamish ularning izderikini qildi. Izdash, so'rashlarning hech qanday natijasi chiqmadi. Chingizxon butun Xorazm elini bo'ysundirganligidek favqulodda zo'r qalbidan shodlanib, endi daryosi bo'yida 3 kecha kunduz bazmi o'tkazishga buyruq tushirdi. Qo'y to'ygilar va o'lab kelingan jaran, bo'kanlar so'yilib dosh qozonlarga selindi. Tumanlagan Mo'ng'ullar to'p-to'p bo'lishib qimiz ichishib, naqsha aytib, usul o'ynab, dala qirlarning jimjitligini buzdi. Ediqutxonmu o'z yaqinlarini boshlab kelib, Chingizxonning yenidan o'rin oldi. To'xtamish Ediqutxonning yenida o'ltirsa-mu, bazmi so'rinidagi varang-churonglar go'yo uning quloqlariga kirmaydi. Uning ko'ngli g'ash edi. U qurolliq yurishga otlangan bu 3 yildan buyon qanchalagan fojialik voqealarning guvohchisi bo'ldi. Qancha jasad duvillarining yenidan o'tdi. To'kilgan qon yoshlar uning nafaslarini bo'g'ayotgandek tuyuladi. Qanchalagan talaysiz to'lqutun yetim bolalarning yig'i-zarlari uning yuragini qisib, beshini aylantiradi. Bu nima uchun? deydi u o'ziga o'zi savol qo'yib. Sartavullo o'tirar shahrini biz tarafdan elchilikka mangan 500 savdogarni nohaq o'ldirib, ularning mol-mulkini bo'ladi. Bu gapni To'xtamish Mo'ng'ullardan ko'p anglagan. Shundaqdimi? O'tirarni bostirgandan keyin bo'ldi emasmi?
deydi yana To'xtamish o'z ichida. Urush degan shundoq bo'ladi. Degan edi bir kuni bir Uyg'ur sanğun uning mulohizalarini anglagandan keyin tanbih bergan talaffuzda. Ikkinchi bundoq gaplarni qolaymagan so'zlab yurma. Chingizxonning qulig'iga yetib qolsa, kallang ketadi. Degan edi Tata To'nga. Mo'ng'ullar har qitim bir yurtni besib olganda, mana mushundoq bazmi uyushtirib o'z qalbisini qutluqlaydi. Ular hatto tog'dek dövülab qo'yilgan jasadlarning yenida o'ltirib ko'ngil ochadi. O'zlarining shuncha ko'p dushmanni qirib tashlaganligidan faxrlanadi va huzurlanadi. To'xtamish jimg'ur bo'lib ketdi. Uning yiroqda qolgan yurti qo'chog'i qaytqusi keladi. U o'z uyini, suyimlik ayoli Yulduzni, tatliq o'g'li Iltarishni seg'ingan edi. O'z taqdiriga bog'langan va o'z hayotiga chetilgan ashu ayoli bilan o'g'lini bag'riga besib, ularning hidini purab, ularning ovozlarini anglag'usi keladi. Lekin qo'shinning tuzumi qattiq. Hech qanday odam sabdan o'z ixtiyoricha ayrilib ketolmaydi. Bo'libmi, To'xtamish bevosita Ediqutxonning qo'l ostida turibsa. Xon nega bor desa, xuddi uning soyisidek bila yuradigan gap. To'xtamish endi daryosi bo'yidagi bu bazmidami Barchuq Arteginning yenida o'ltirib, o'ng chiqmasdan so'rin ishtirokchilariga bir qo'r qarab chiqdi. Chingizxon bugun boshqacha xushal edi. Shuncha cho'ng Xorazm davlati to'liqi bilan Mo'ng'ul davlatining tarkibiga qo'shilgan edi. Qalbi shodliqidan Chingizxonning ko'zlari chaqnab, chiroyi yashirib qolgandek ko'rinadi. Ediqutxon Barchuq Artegin doimgidek salobitini buzmay, tamkinlik bilan o'ltiradi. To'xtamish uning ichki dunyosida qandoq ta'sirat, qandoq o'zgarishlar bo'layotganligini pamlayolmadi. Umu Chingizxonga o'xshash shotlanayotgandu yoki To'xtamishga o'xshash azoblanayotamdi. So'rinda jam bo'lgan Mo'ng'ul, Tatar, Uyg'ur, Qirg'izlarning kattalari go'sht yeb, qimiz ichib, ovozlarini erkin qo'yib etib, o'tganki janglar va o'zlarining boturliklari to'g'risida qizishib so'zlashmoqda edi. Ushtumtu Chingizxon boshqalarning so'zlarini bo'lib-etdi. Ay bo'g'irchi, sandab baqqina. Odamning bu dunyodagi eng chong huzur halovati nima? Dedi u o'zining udulida o'ltirgan bir no'yonga murojaat qilib. Bo'g'irchi no'yon qo'lidagi qimiz qo'yilgan cho'chakni dasturxonga qo'yib javob berdi. Men ovga chiqishni eng chong huzur deyman. Yaxshi otga minib, o'gitilgan qarchig'ini beligimga qo'ndirib, tog' dallada kiyik jaralarni, tulki toshqonlarni tutib kelsam, bu men uchun eng chong huzur halovat. Chingizxon o'zining yenida o'ltirgan yana bir no'yondanmi yuqorqi savolni yondirib so'radi. Bu no'yonmi bo'g'irchi no'yonning aytqaniga o'xshashroq javob berdi. Yo'q. Qarchig'i uchirib hayvonlarni qo'g'lash eng chong halovat emas. Eng chong huzurning qandoq bo'lganligini men deb beray. Sana qarshi chiqqan har qanday dushmanni dastlab chaylivat. Uni yiltizdan qurdivat. Yengilganlarni oldinga silib qo'g'la. Ularning qo'l ilkidagi hamma narsalarni tortib ol. Mana bu eng chong huzur halovat. Yengilgan dushmaningning esil nasllik etig'i minib, uning qadrdon odamlarining ko'z yoshlarini ko'rib, uning xotin qizlarini bag'ringga besib o'yna. Huzur halovat degan shu. To'g'ri, rost gap qildi. Haqiqiy huzur halovat degan shu. To'xtamish g'albi tantanisi ichida shotlanayotgan no'yonlarga ostirdan qarab qo'yib, go'shtmi yemay, qimizmi ichmay donq etib o'ltiradi. Ediqutxon Chingizxonga qarab, uning so'zlarini tasdiqlagan tarzda kulimsirab, beshini irg'itdi va oldidagi bir cho'chak qimizni bir ko'tiribla ichivetdi. To'xtamish Mo'ng'ul ordisiga yaqin bo'lib yurganiga uzoq bo'lgan bo'lsa-mu, endi Chingizxonni yengidan tonimoqda edi. To'xtamish Oltoydagi Naymon urushida ustozi Tata To'nga bilan Mo'ng'ullarga qo'shilgandan buyon 10 necha yil o'tdi. Shuncha uzoq vaqtdan beri To'xtamish Chingizxonni to'liq tushunolmaganmi yoki Chingizxon oyog'i uzilmas urushlar davomida qon to'kib, qo'y payli o'zgarib ketdimi?
ilgari u Chingizxonni qobil rahbar, Uyg'urlarning yaxshi do'sti, ishonchli ittifoqdoshi deb biladi. Ham shuning uchun uni chin dilidan hurmatlaydi. Amdi bu qudratli hukmdor qonxo'r Jahongir sifatida o'z qiyofatini oshkorlamoqda edi. Holbuki, bu dang'i chiqqan Jahongirni ayblasam to'g'ri bo'lamdi. U yana bizning do'stimiz. U bo'lmasa, biz Qoraqallarning zulmidan qutulolmagan bo'lardik-ku. Mo'ng'ullar shodlanmoqda. O'z xalqining naqshi qo'shiqlarini aytishib, puxodan chiqquchi varqirashmoqda. Chingizxonning chiroyi oftobdek echilib ketgan edi. To'xtamish bu tangdasiz Jahongirning surlik chiroyida bundaq shodiyani kulgi alomatlarini ko'rib boqmagan edi. Sadichining shimolidagi yoyli qabilalarni birlashtirib, Mo'ng'ul xalqini mahkumlik o'rnidan hukmronlik taxtiga chiqargan. Kun chiqishdagi jin sulolasidan tortib, kun petishdagi Eron egizligigacha bo'lgan yerlardagi hamma xalqlarni bosh ko'tarilmas qilayotgan bu oq bayroqli ko'k bo'ra o'z qalbisiga tantana qilmoqda edi. Chingizxon Xorazmga yurishdan ilgari o'zining eng ishonchli sang'ularidan biri bo'lgan Mo'g'ulayni bir tarmoq qo'shinga qo'mondan qilib, jin sulolasini bo'ysundirishga avatgan edi. 10 kunning oldida Mo'g'ulaydan choparmanlar keldi. Choparmanlar akelgan putukchida yezilishicha, Mo'g'ulay qo'shoni jin sulolasi qo'shinlarini tarmor keltirib, ularning ostonasiga kiribdi. Jin sulolasining Jurjit xoqoni Mo'ng'ullarga qaram bo'lib, seliq to'lashga va'da beribdi. 4 kunning oldida Xorazm shahrini qo'g'lab ketgan Jaba va Subutaylarning choparmanlari keldi. Ular akelgan putukda yezilishicha, bu ikkisi Kaspiy dengizi va Qora dengiz atroflaridagi yerlarni besib o'tib, Kavkaz tog'lariga otlanibdi. U yerda Geruzinlar bilan qattiq jang bo'libdi. 30 ming Geruzin qirib tashlangandan keyin Qipchoq, Cherkes, Lezgin, Olan qo'shinlari birlashib Mo'ng'ullarga qarshi otlanibdi. Bu chog'da Subutay Botur Qipchoqlarga elchi avatib, ularning hukmdorini indakka keltiribdi. Qipchoq hukmdori Subutayning oltin kumushlariga setilib, ilgirki ittifoqlashlarini tashlab, janggohdan ketib qopdi. Mo'ng'ullar avval Olan, Cherkes va Lezginlarni tarmor keltiribdi. Ondan Qipchoqlarni surib to'qay qilib etibdi. Eg'ir mag'lub bo'lgan Qipchoqlar Rus dalillariga qarab chekinibdi. Jaba bilan Subutay davomli ilgarilab Rus qo'shinlari bilan to'qinishibdi. Bir necha qitimliq janglarda kayni-kaynidan mag'lub bo'lgan ruslar oxir Qipchoqlar bilan birlashibdi. Jaba va Subutaylarning Mo'ng'ul va tatarlardan tashkillangan bu qo'shini Rus Qipchoq birlashma qo'shinini eg'ir talafotga uchratib, to'xtamay qo'g'lab ketaveribdi. Ular dashta Qipchoq yoyloqlarini bo'ylab ilgarilab, Yoyiq daryosini kesib o'tib, Idil daryosi vodisidagi Bulg'or xalqini bo'ysundiribdi. Mana mushundoq to'plab kelayotgan xush xabarlar Chingizxonni xushal qilmay kimni xushal qilsin? Mushundoq omad yig'iyotgan kunlarda u kulmay kim kulsin? U haqiqatan g'alba tantanasiga, g'oliblikning huzur halovatiga cho'mildi. Ana shundoq kunlarning birida Chingizxon uzoqdan beri yo'liga qarab taqozolik bilan kutgan bir aziz mehmon qaytib keldi. Bu kishi avliyolikda donqib pur ketgan Sandongliq Chongchun Jinrin edi. Kishilar uni u degan avliyolarning piri, uning bu dunyoda bilmaydigan ishi yo'q deb ta'riflashadi. Chingizxon bu avliyoga qiziqib qoldi. Hamda uni akilish uchun o'zining yaqinlaridan bir kishini 20 qo'riqchi bilan Iroqdagi Sandong diyoriga avatgan edi. Mana, bir yil o'tganda shu avliyo Chongchun Jinrin jahonning 4 tarafiga donqib pur ketgan qudratli Jahongirning huzuriga daxil bo'ldi. Chingizxon uzun oq to'n kiygan bu vejik Toqirbosh buvayni shaxsan o'zi oldiga chiqib kutib oldi va alohida iltifot ko'rsatib, qo'lidan kelishicha mehmon qildi. Bu avliyo buvay 2-3 kungacha orom elib, orduq chiqarib olgandan keyin Chingizxon uni chaqirtishdagi muddaosidan eg'iz ochdi. Kishilar sizni pir avliyo deb hurmatlaydi ekan.
Tangriga yaqin turadigan aziz zot deb sizga bosh egadigan. Bu dunyoning ishlarini ham u dunyoning sirlarini biladigansiz. Qari yerdan tortib arsh alog'ichi bo'lgan hamma hikmat karomatlar sizga ayon deyishidi. Mening sizdan shuni bilgim keladi. Menga chin so'zingizni ayting. Bu dunyoda o'lmaslikning doğrusu bormi? Xoqon bilan avliyo ayrim oq kigiz uyda darqamda o'ltirishgan edi. Changchun jinnirin gilam ustiga silingan eyiq terisida bodashqan qurib, xuddi tosh haykalda qimir qilmay o'ltiradi. U Xoqonning chiroyiga qaramay nursiz ko'zlarini noma'lum bir nuqtaga tikkinicha salobitini buzmay mundaq dedi. Bu dunyoda kasalga shifo bo'ladigan dori bor. O'lmaslikning dorisi yo'q. Tangri insonlarga mangulik umr bermagan. Chingizxonning demi ichiga tushib ketdi. O'lmaslikning dorisi rostilla yo'qmi? deb takror so'radi u. Changchun jinnirin bo'y chiroyini qilcha o'zgartmasdan har bir so'zini dona-dona chiqarib, yana boyiqi javobini takrorladi. Bu dunyoda kasalga shifo bo'ladigan dori bor. O'lmaslikning dorisi yo'q. Burunmi bo'lmagan, buningdan keyinmi ham bo'lmaydi. Chingizxon bu ko'rimsiz vijik bo'yning qilcha aymanmasdan bundoq ochiq haqiqatni yuztirani so'zlaganligidan ochiqlanmadi, g'azablanmadi. Aksicha muloyimlashib qoldi. U aslida kamsiz edi. Amdi texmi o'ni chiqmas bo'lib ketdi. Shuningdan keyingi kunlarda Chingizxon Changchun jinnirin bilan yana bir necha qaytim suhbatlashdi va uning diniy ta'limotlarini savirchanlik bilan tingshidi. Avliyo bo'y Xoqonning Tangriga chin e'tiqodi bilan bo'ysunishi va fuqarolarga rahimdil bo'lishi, xayr saxovat ishlari bilan ko'p shug'ullanishi haqida uzundan uzun ezib so'zlaydi. Chingizxon uning amr ma'ruflari va pand nasihatlarini anglab hech qanday ifoda bildirmaydi. Lekin u maxsus bir Uyg'ur putukchisini tayinlab, uning aytganlarini to'liq xotirlashga o'rinlashtirdi. Bu ishlar tamomlangandan keyin Changchun jinnirin Xoqondan ijozat so'rab Samarqandga yurib ketdi va u yerda 3 yil turib o'z yurtiga qaytdi. Hurmatli radio anglovchilar, yozuvchi Farhod Jilanning Ediqut yulduzi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Siz nerede bo'lsangiz, men mushu yerda bo'laman. Sizdan ayrilib yashashning men uchun hech qanday ma'nosi yo'q. 4 yildan buyon sizga hamroh bo'lib kelyapman. Bu mening eng chong xushalligim. Sen uni o'z o'g'lingdek ko'rmay, bo'lmag'ur gumonlarni qilib, uningga adolatsizlik qilding. Uning diliga azor berding. Uningda nima gunoh? Bolam, 4 yil bo'ldi bu yerdan ketganingga. 4 yil bo'ldi. Ota, endi siz yolg'iz qolmaysiz. Biz endi birga turamiz.